Chora yey, shimingni taxi buzildi-ku. Menga qara, bording gullab qo'ysang. Yosh bolamasman. Qolaversa, oy nurida kechayotgan farog'atingizga xalal berganim uchun o'zim ham xijolatdaman. Sira tashvishlanma. Yosh bolani ko'rgani katta bo'lganda esdan chiqadi. Nimalar deyapsan o'zi? Bo'ldi. Agar hozir ketmasang, o'zingdan ko'r. Narimon. Çok güzel. Çok nasıl yakışıklı değil mi Kenan'da? Canım. Narimon. Azizam Aydin, avvalo ben sizga uzoq umr, salomatlik, ayollik baxtini tilayman. Kelajakda hech qachon san'atdagi yo'lingiz so'nmasin. Yana sizga yaxshi o'ziz joni dilingizni berib o'ynaydigan rollar nasib etsin. Biz faqat mana shu o'zimizga Alloh yo'qtirgan san'atga mehrimiz bilan, ozgina bo'lsa ham qobiliyatimiz bilan yashaymiz. Ana shunaqangi tomonlari ham sizni hech qachon chetlab o'tmasin. Sizga chiroyli hayotingizda eng o'ziz istagan rollar nasib etsin. Omon bo'ling ko'p yillarga. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Avvalo ben Aydin bu rolidan keyin katta mashhur bo'ldi. Mana o'zimga tomoshabin sifatida nima uchun shu aktrisadan yaxshi foydalana olmadi rejissyorlar? Keyinchalik. Mana shu savolni bermoqchi edim. Kim aybdor bo'ldi? To'g'ri aytyapti, rost. Men ham unga to'liq qo'shilaman. Go'zal tilaklar uchun juda minnatdorman. Rahmat. Keyin albatta o'zim juda yaxshi ko'rgan ishlarim bo'ldi, qildim. Lekin menimcha yanada ko'proq, yanada xususan rollar bo'lish kerak edi. Chunki aktyorlik tajriba bilan rivojlanadigan narsa. Yillar o'tgan sari aktyorga yanada chiroyli, mazmunli rollar kelishi kerak aslida. Ammo afsuski, Turkiyada ham, dunyoning ko'p joyida ham shundayki, ma'lum bir yoshga yetgandan keyin hamisha bir xil rollar taklif qilinadi. Ona roli yoki shunga o'xshash obrazlar. Shuning uchun men ham biroz chetlashdim. Ya'ni kelgan rollar menga yoqmadi. Tushunyapsanmi? Oxirgi 15-20 yil ichida, masalan, kelgan rollar ko'nglimga yoqmagani uchun men ulardan uzoqlashdim. Nima qildim? Teatr bilan shug'ullandim. Teatrni hech qachon tashlab qo'ymadim. Taxminan 7-8 ta spektaklda o'ynadim. Hozir ham teatrda ishtirok etyapman. Teatr men uchun alohida o'ringa ega. Juda yaxshi ko'raman. Ammo afsuski, men ham kino va seriallar sohasida yetarlicha qadrlanmaganman deb o'ylayman va bu fikrga qo'shilaman. Haqli gap.